И освещение тоже на целую трегайду тосты. Mana bir bu işesi yaşdır. Bu yakası yanki yasayıştakilerge. Bizga ziyonga ne uchun ishlaysiz? Şavaqat viloyatlari bilan sholg'i bilan shov bo'ladi. Alo. Ochukkaga tirasa hozir ishlaydi. Qanaqasizlik Bikkubiskay mana ishga kirarlar ibn. Vannadan niga chiqqanni mana bular yot qirib o'tkazganlar turbani. Mana ular o'tay so'ringa. Tegi istifda chiqib ketayotgan yerda o'zi qistan turbani. Suv agar tig'ila boshlar ekan kelib suv shundan eng birinchi kuchnaga chiqar. Har kimning bir chistalikda yashas kerak. Foydami? Kulturni yetib ishlasinlar kelgan biri. Tugulanda keldi, tilasangiz ishlaydi, ketib bordi, kirishlar solib bo'lmaydi. Mana bizning partizariga da ishlar endi bir malay. Mana aning ishlagan kvartira 3 mi 4 mi gina, mana onda 9 kvartir. Naş dvor programmasi bo'yicha bunda 8-kvartalda ishlar boshlangan edi. Qatnashuvchilar tomonidan o'yinda ish borishida xalqdan taqim taqdimlar kirdi. Shu taqdimlarni bugun tinglagandan so'ng bir ko'pgina o'zgarishlar kiritasi bo'ladi. Shu o'zgarishlar bo'yicha endi hozir ulaşabızda endi shu taqdimlarni turmushga oshirish bo'yicha ishlayacakmiz. Yo'llarni to'raytmasqa, trotuarlarni bulduralgancha yo'lga kiritmaychi, kengaytib ishlarga bo'ldi endi. Shunga anda doполнительный endi ayberlarni ko'chirasi bo'la, og'ochlarga tiymasga deyildi endi, hartan ulaşасы bo'la. Malay formalari bo'yicha, munda har kir qoqishlar bo'yicha, mindar qoqishlar bo'yicha жаңалары бик була дип тормайлар, шуңа инде искиләрен ничектер тәртипкә китерәсе була инде. Яшаучылар канагатмы сау төзелеш эшләреннән? Менә квартираларда эш әкрен бара диделәр. Төрле әйберләре бар инде. Анда бригадасына карап, менә бик канагат калган нилар йортлар бар. Indi qanaqat bulmagan yurtlar var. Şuna indi onda kirdi brigadallarga indi alarning kimchilikleri aytirildi. Şuna indi mena alarning yetakçilari bilan ilim kirildi. Kimchiliklar bilan nilerin brigadalaring kishilarin olishtirga degan taqdim bo'ldi. Iyalar bugun olishtiramiz dedilar endi. Şuna indi onun bo'yicha endi o'ng'ay fikr bo'lar deb umidlanamiz.